Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Mana o'tgan safar biz yoshlar, bolalar haqida ko'z kasalliklariga gaplashgan bo'lsak, bu safar endi yoshi kattalar, ya'ni 50-55 yoshdan oshganlar larda ko'z kasalliklari haqida gaplashamiz. Ya'ni katarakta. Katarakta kasalligi bu nima bu? Yashash jarayonida sekin-astalik bilan kelib chiqadigan ko'z gavharidagi suyuqlikni loyqalanishi. Endi bu jarayon qanday paydo bo'ladi? Endi katarakta bo'ldi yoki ko'z xiralashyapti. Endi shunaqa ekanda hayot degan fikrdan sal yiroqda bo'lishimiz kerak. Chunki buni ham yechimi bor. Ayniqsa shu yangi boshlangan paytlarida harakat qilinsa, juda maqsadga muvofiq bo'ladi. Katarakta kasalligimizda aytganimizdek gavharda loyqalanish bo'lyapti. Buni nima qilish kerak degan savol bor. Chunki organizm yillar davomida bitta biz gavharga qaratmasligimiz kerak. Yillar davomida shu qon aylanish tizimi, qon tomirlaridagi, chunki ko'zni butun tanadagi organlarni ta'minlab turadigan bu tomir tizimi hisoblanadi. Shu tomir tizimidan yetib boradigan ko'z uchun vitaminlar, oqsillar, shular ta'minlanishi buzilishi natijasida kelib chiqadigan bu kasallik hisoblanadi. Endi buning uchun nima qilishimiz kerak degan savol bor. Mana bizdagi mahsulotlarimizning tarkibida shu ko'zni o'ziga, mana o'tgan safar aytganimizdek, mana shu qora ko'zimiz nihoyatda zo'r foyda beryapti hozirgi kunda bemorlarimizga. Bitta bunga bog'lanib qolmasdan bu yerda bu kasallikni keltirib chiqarish sababiga qaratishimiz kerak o'zini, mavzuni. Chunki agar hazm sistema buzilgan bo'lsa, birinchi o'rinda hazm sistemani yo'lga solishimiz kerak. Chunki bizda hazm sistemada shu oshqozon, ichak sistemalarimiz, chunki bu yerda oshqozon osti bezi, o't pufaklarimiz agar yaxshi ishlash jarayonida buzilmagan holatda ishlaydigan bo'lsa, biz yegan mahsulotlarda hammasi shu qon orqali har bitta organga yetib boradi. Mana bu yerda bizdagi Intrasorbent degan mahsulotimiz, yangi chiqqan mahsulotimiz juda zo'r hozirgi kunda foyda beryapti bizning bemorlarimizda. Chunki bu oshqozondagi pH'da, ya'ni kislota muhitini to'g'rilab beryapti. Shu yerdagi chiqadigan oshqozon osti bezidan chiqadigan fermentlarni me'yorlashtirib beryapti. Shu me'yorlashtirish natijasida biz yegan mahsulotlarimiz ichak orqali yaxshi so'rilyapti. Endi yana asosiy mahsulotimizdan bittasi deteksion mahsulotimiz. Bu ham organizmda qon tomiridan, ichakdan tortib turib qon tomirigacha butun organizmni tozalab beradigan mahsulotimiz. Mana shuni ham biz ko'p har doim shu o'zimizni eng choyimizga biz qo'shib beramiz, chunki bular ikkovi har doim bir xil kompleksda yuradi. Bizni mana shu premium choyimiz nimaga biz har doim tavsiya qilamiz? Bu choyimizni premium deyishiga sabab, bunda 25 xil mahsulot deb ko'p qaytarganmiz. Bu organizmda har bitta, buning ichidagi har bitta giyohning o'zining vazifalari bor. Bittasi asabni tinchlantirsa, bittasi o'sha ishqoriy muhitni to'g'rilaydi, bittasi o'sha oqsil jarayonlarini to'g'rilaydi. Vazifalari ko'p. Biz choyni qo'shishimiz sababi shu qonni aylanish jarayonini har bitta organlarga yetib borishini, undagi organlarga yetib borib o'zini bu vazifasini bajaradi. Chunki bitta biz choy bilan emas, bekorga biz intrasorbent yoki qora ko'z deteksiomalarni buyurmayapmizki, bular hammasi kompleksni agar iste'mol qiladigan bo'lsa bemorlarimiz, bularda natija tezroq bo'ladi. Shuning uchun biz katarakta bilan kelgan bemorlarimizga shu mahsulotlarimizni tavsiya qilyapmiz.